Assalomu alaykum. Bugun 22 avgust kungi o'sha subota biz Jalolobod oblasti Mamash shahrida yaqinida joylashgan mol bozordamiz. Real bolalar tortamiz. Qaysi birini tortishni deb bilmay qolasizmi shunday yerda? Aka qancha oldi? Nega siz narxda? Qo'y bozorda tortmadik. Kishini aralab Instagramga tortib qo'ydik. Instagramga da kirib xat olib qo'ysangiz suyunardik. Uka qancha oldi? Qancha? 132 deydi. Qancha deydi? Ulg'ay qoldi. Ekoni 240 ming bo'ldi deydi. Xo'sh. Bilmayman deydi qancha bo'lganini deydi. Jetilib ketdi aqchanda. 28 dan bo'ldi deydi. Eko 250 ming bo'ldi deydi. Sotib oldi deydi. Balası erkek ekan. 50 mingdan bo'lib tur, urg'achi to'rboqlar. Sotib oldi deydi. Semiz ekan. Qanchadan bo'ldi aka? Aka qanchadan bo'ldi mollar? Bilmayman. 180, 160 bu deydi. 110 ming so'm bo'ldi deydi. Aka, uylar qanchadan bo'ldi? Aka men zo'rga keldim. Qancha bo'ldi? Bilettirgan adam var. Aka qancha oldu? Kilasimi? Bugün bilettirgan adamdan hammasi uyda o'xshaydi. Bilmaydigan adamlar javob. 170 ming oldu deydi. Qancha oldu akam? 79. 79 ming oldu deydi. 70 bo'ldi. Narxlarchi? 60? Şu işler 70 bo'ldi. Mana 70 ming oldu. Bunalar 60 ming oldu. Bu ham 60 bo'ldi. 64, 70, 60 şunday değil. Urg'achi 4 öteng. Chunda bugün biladigan adamlar uyda ekan, bilmaydigan adamlar mol jetilab ketdi. Qo'y bozorda hozir real bolalar tortib qo'ysak ekan, ha. Ukam qancha oldi bular? Bilmaydi ekan. Qancha oldi aka? Shundan ham bugün biladigan adamlar yo'q ekan. Aka qancha oldi? 74 ming oldu erkek. Neyse arkada geliyor da deydi. Erkek bu kadar. Yaxşıken eti yaxşıken. Qo'y bozorda 120'dan mı? 120'dan mı oldu deydi. 120'dan deydi. 120'dan. Onlar bir ekende vardı ha. 6 o ketdi. 160 ming oldu deydi. Aka qancha oldu? Semiz ekan. Chindan bilmayman deydi bular. Biladigan adam qayoqda qolib ketdi. Bular jo'nala jetilab ketdi ekan o'shanda. Mana bola biladi ekan, 120 ming bo'libdi. 165 tanmi? 5 oldu. 165 dan. 165 dan 5 oldu. Aka qanchadan bo'ldi bular? Yaxshi. Aka qanchadan bo'ldi bular? 36 ming bo'ldi deydi, 136 ming. 143,5 ming deydi. 143 ming bo'ldi deydi. Semiz ekan. 110 ming bo'ldi deydi. 90 mingdan bo'ldi deydi. O'tir to'xtara. Bo'lib ekan bu. 94 ming bo'lib ketdi deydi ekan. 134 ming bo'ldi deydi. Balasi urg'achgan. 190 ming bo'ldi deydi. Ular 116 mingdan bo'ldi. Tortgan jetishmay qoldi. 105 dan bo'ldi deydi. 105 ming. Aka qanchadan bo'ldi? 105 dan. Bular ham 105 dan bo'ldi. Urg'achi jalan. 130 ming bo'ldi deydi. 128 dan deydi. 6 o ekan. Öyle. 120 kaç oldu? Kaç oldu bu? 243. Balası erkek mi urg'achi? Urg'achi o'xshaydi. Urg'achi ekan. O'ta chong ekan, biroq cho'ng. Videoda qanday ko'rinyapti bilmayman. 190 ming bo'ldi deydi. Balasi urg'achi ekan. Balasi urg'achi ekan. 250 ming bo'ldi. Padarkaga ketdi. Qadamjoyga, qadamjoyga. Maşallah balası erkek ekan. O'ta büyük ekan bu balası hamsi. 204. Bu ham balasi erkek ekan.
Hacıkan. Kaç oldu Hacıkan? 136 bin oldu deydi. Qancha oldu ekan? 145 bo'libdi. Sotiladi deydi, o'ta buyuk ekan biroqcha. 75 ming bo'libdi. 159 ming bo'ldi deydi. Balasi urg'ach ekan. 130 deydi. 110 ming bo'libdi. Şu menen videoni oyoqdaymiz. Uyg'uningizlarga tinchlik, omonlik, chorvangizlarga beraka. Reklamalar bo'lsa qayraverasizlar. Xudoy buyursa xizmatdamiz. Yaxshi qilib chiroyli qilib tartib berganga harakat qilamiz. Uyg'uningizlarga tinchlik, omonlik dag'i berjoni. Tinch bo'lingizlar. Video yoqqan bo'lsa bilasizlar ham ne qilishdi. Like bosasizlar. Kanalga qatnashib, yaxshi so'zlaringizni kommentariyaga yozib ketingizlar.